Assalomu alaykum hammalarga. Hop, xudo xolisi keyingi zakaslarimiz, yog'och zakaslarimiz tayyor bo'ldi. Doim aytardik, ajoyib figurali fasonlarimiz, ajabsan eshiklarimiz bor edi. Mana xudo xolisi shunaqa figurali eshiklarni yasadik. Xudo xolisi bu yerda ikkita katta eshik, bitta uzun rom yasab berdik. Hozir razmerlari, materiallarini tushuntirib, narxlarini aytaman. Bu yog'ochimiz tabiiy sasni yog'ochdan, shunaqa putaq yo'q, tiniq holatda figurali fasonda qilib yasab berdik. Bularga laklar ham sepilgan. Ham gruntovka, lekin ustidan lak sepilgan. Bu to'rko'zlik mehmonxonamizning eshigi. Shunaqa fasonda yasab berdik. Putaqlari yo'q, chiroyli holatda. Hozir oshma-osha zamonlarini endi qo'yamiz. Hozir terib oldik. Laklangan, mana yaltirab turgandan bilinayotgandir. Laklarda ham tiniq holatda qimmat gench firma laklarni sepganmiz. Ozgina chang yana bu. Hozir bu changini qo'ysa bundan ham yaltirab tiniq chiqadi xudo xolasa. Xo'p, bularimizni razmeri keladigan bo'lsak, hop, eshigimiz razmeri bu katta mehmonxonamizning eshigining razmeri 2,5 2,5. Bo'yi ham, eni ham to'rko'zli eshik qilib berdik. Xo'p, bunimiz romi. Xo'p, buni eni 270, balandligi 180. Buni yonidagi romi teraskasiniki. Xo'p, bu eshigimiz eni 120, balandligi 3 metr. Tepadan pastgacha 3 metr. Shunaqa figurali fasonda qilib yasab berdik. Bularga ham laklar sepib, gruntovka berib tayyor qilib qo'yganmiz. Yaltirashini ko'ryapsizlar. Laklar sepib tayyor qilib qo'yganmiz. Hozir buni oshma-osha zamoylarni qo'yamiz. Mana oshma-oshada o'nlari ham tayyor ochilgan. Yapishadi bu. Xudo xolasa syomka qilib olay dedim. Xo'p, bularimizni puliga keladigan bo'lsak, hop, hozir bunimizni shu fasonda, shu razmerlarda tayyor bo'lib, laklanib, shunaqa putaq yo'q, tiniq holatda, tabiiy sasna 5 yog'ochdan qilingan. Olib borib o'rnatib berish hamma yo'g'i bilan 12 million so'mga tayyor bo'ldi. Qog'ozga bichsanglar 1000 dollarga to'g'ri keladi. Bularda oshma-osha zamok hamma yo'llari bor, tayyor holatda olib borib ustanovka qilib beramiz. Yo'l kirasiyu o'rnatish ichida. Xo'p, romimiz ham mana ikki chekkadan o'rtadan ochiladi. Mana oshma-oshada o'rnini mana qilib qo'yib ketganmiz. Oshim ikki oy ko'z ochiladi. Bu eshigimizni o'rtada ikki oy ko'z ochiladi. Oshma-osha zamoni qo'yamiz, bu tomoniga zamok tushadi. Bunimiz ikki oy qanoti ham ochiladi. Xo'p, bu keyingi zakaslarimiz. Bularimiz ham yog'och, shunaqa gul o'ymakorli. Bunaqa figura kerak emas dedi, menga skromniy fason bo'lsin dedi. Bu manaqa figuralik. Bular figuralik. Bular oddiyroq, skromniy fason. Shunga qarab puli plyusingiz bo'ladi. Masalan, shunaqa oddiy fasonda qilsanglar, arzonroq chiqadi. Manaqa figuralik qilib, mana yog'och, material ko'p ketgan sari puli ham qo'shilaveradi. Lekin material bir xil, bularda ham putaq yo'q, chiroyli holatda. Bularga ham kraska sepiladi. Hozir endi prosta mixlab tayyorlab qo'ygan joyimiz, hali shkatulka bo'ladi, ishlari ko'p. Mana gul o'yma qilib, buni ham oddiy to'rtburchak qilmasdan gul o'ymalar qilib, chiroyli qilib tayyorlab qo'ydik. Hop, bu ikki qanotligi. Hop. Bu 120 lik ikki qanotli eshik. Hali buni ham shkatulka qilib pardozandozlari bor. Orqadagilari mokriy MDF. Hozir mokriy yangi chiqqan pudraligi chiqdi. Mokriy akfalarga birga bir tushadi. Bu shunaqa mana eshik hozir lakka tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa laklarini sepamiz. Bu manaqa qirilgan, chizilgan, ko'ch ketgan bo'lmaydi. Manaqa toza zavodskoy, toza MDF. Bu qimmatroq chiqadi. Lak sepilmasdan o'zini holati manaqa tiniq keladi. Bu yaxshi MDFlar. Keyin qalinligi 0,8 MDF. Rekalar bilan o'xshi tayyor bo'lgan holati 4,5 sm qalinlikda bo'lgan. Eshiklarimiz qalinligi ham 4,5-4,6 sm neobreznoy 5 yog'ochdan qilingan. Xo'p, mana bu keyingi zakaslarimiz tayyorlayapmiz. Lakka bu keyingi zakasimiz mana tayyor bo'ldi kraska sepishga, xudo xolasa. Xo'p, mana bu yoqda ham keyingi zakaslarimiz lak sepishga tayyor, xudo xolasa. Bu yerda putgan zakaslarimiz. Ularni ham xudo xolasa o'rnatamiz. Xo'p, bu neobreznoy yog'ochlarimiz. Yog'och eshik romlarga. Xo'p, bu xonada endi laklar sepib tayyor qilib qo'yganimiz bor. Xo'p, mana bu yerda yog'ochimiz. Bu mana keyingi zakaslarimiz laklar sepilib tayyor qilib bo'ldik. Ularni ham xudo xolasa o'rnatib syomkalarni qo'yamiz inshaalloh. Xudo xolasa zo'r chiqdi. Nomerimiz 99 607 69 00 damiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar.
butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda hammasini MDF yog'och qilib bera olamiz. Mana bu yog'ochimizni ponni, oyna tushmaydi, figura bo'lmagan, hamma yo'q yog'ochdan. Noyabr o'zini 5 yog'ochdan putag'a ham yo'q, tiniq holatda bo'lgan. Bunga ham keraksa sepamiz, xudo xolasa. Andijon viloyati Buloqboshi tumani ustaxonamiz. Bemalol telefon qilib, men ishni sifatini o'zim ko'zim bilan ko'raman, ustaxonaga kelaman, ko'raman deganlarga bemalol kelib, ustaxonamizni ko'rib, MDF yog'ochlar tayyori bor, ko'rib, inshaalloh nasib bo'lsa zakaz bera olsalar, ko'ngilliga qilib beramiz. Materiallarimiz hamma yo'g'imiz bor. Hammanglarga rahmat, salomat bo'linglar. Boshqa ma'lumotlar bo'lsa aloqa qilsanglar, xudo xolasa hammasini tushuntirib beramiz.